Bu bozor. Bu yoqda qimmatga shashlik yeyishmaydi deb aytgandi inson. Afsuski u odamning gapi noto'g'ri bo'lib chiqdi. Hozirgi kunda bozorchilarimiz ham zo'r narsani maza qilib yechadi, lekin puliga ham qarashadi, sifatiga ham qarashadi. Men shashlik boshlaganimizda mayda qiyma qo'shmayman deganda ko'pchilik aytadi, shashligim bo'lmasa ketmaydi, bozorda faqat arzon qiyma ketadi deb aytishgandi. Alhamdulillah. Gaplar noto'g'ri bo'lib chiqdi. 20 ming so'm qiyma. Menimcha Yangiyo'l dehqon bozorida bu qiymamizni yemagan odam bo'lmasa kerak, bizning xizmatimizdan foydalanmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Chunki biz Yangiyo'l dehqon bozori libboy tochkasiga, libboy joyiga dastlab ketkazib beramiz va dastlabki qilganmiz va bundan keyin ham qilamiz. Chunki o'zimiz ham bozorda katta bo'lgan bolalarimiz, jigar. Tak что Sardor kafesi hamisha Yangiyo'l dehqon bozoridagi bozorchilar bilan birgalikda yelka-melka turadi. Xudo xolasa sizlarning ishinglar zo'r bo'lsa, biz xursandmiz. Hammanglarning savdolarni bersin, barakanglarni bersin. Biz esa sizlarga shashliklarni yetkazamiz. Mana qarang. Bu yoqda yo'qsiz jazimiz bor, 23 ming so'm. Bu yoqda mol go'shti 21 ming, tovuq 17 ming, qiyma 20 ming, yo'qsiz yana 23 ming so'm. Sardor kafesi hamisha Yangiyo'lliklar bilan birgalikda. Jigarlar, bitta like bosib borasizlar.